Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hörmetli qarindoshlar, din va hayot nomli suhbat programmamizga diqqatinglarni berganlarni qizg'in qarshi olamiz. Programmamizning bugungi bölümüde İslamda o'tirganlik haqida to'xtalamiz. Men qarindoshimlar Obulqosim Ahmadi, programmamizning bugungi aziz mehmoni ustoz Abdulahad Hafiz bo'ladi. Programmamiz uchun qimmatli vaqtini taqdim qilgan ustoz Abdulahad Hafizga chin ko'nglimizdan rahmat bildiramiz. Ustoz Abdulahad Hacim, ba'zilar shu o'tirganlik masalasini halol bilan haromning o'tirisidan yo'l chiqarish deb xato tushunib olib, bu masaladan o'zlarini qochirishadi. Shunga o'zlari bu masala haqida tushuncha berib o'tgan bo'lsalar. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İslam'da oturhallık biz baştan düşündürmekçi olsak, yani bu oturhallık dediğimiz Arapçada vasatiye. Vasat sözünün Arapçadaki lügatta işletilişi iki xil manada işletildi. Birincisi iki zıt narsının o'ttirisi. O'ttirisidagi narsa degan bo'ldi. Mesela cho'ng va kichikning o'ttirisini vasat deymiz. Misal versak, mesela as-sakha'u bayna at-tabziri ve at-taqdir. Yani sehilik buzib chetish bilan bexillik qilib his qilishning o'ttirisidagi bir xislatdir deganga o'xshash. Ikkinchi ma'nosi vasat, avsat degan so'z eng yaxshi, eng afzal degan lug'atda ishlatildi, lug'at ma'nosida. Masalan, bu yerda Rasulullah min avsati qavmihi nasaban va sharafan. Rasulullah o'zining qavmining ichida nasab jihatda va sharaf jihatda eng afzal, eng ulug' kishi degan bo'ladi bu yerga avsatning ma'nosi. Bu hamda lug'at ma'nosi. Yani vasatiyanınki, bu oturhallıknınki İslam şeriatideki şer'i manisi yoki İslam ulemalarining istilahidagi manisiga kelsak, bu yerda dinda, diniy ishlarimizda ifrat, tafrit, yani bir narsani chekidan oshirib o'tish va kamchilik qilish, yani ihmal qilib qilmaslik. Zamanımızdaki til bilan deganda radikallik va passivlik deganninki o'ttirisida. Yani biz dinimizni tushunishda, diniy ibodatlar olsun, boshqa ishlar olsun qilishda bir narsaga bak oshirib o'tib, yana bir narsani bundoq ihmal qilib, sal qaraydigan ishni qilmaymiz. Demekçi endi. İslamning hamma hukmlariga, bütün nimalarga o'xshash qarash. Buni tavazun desak bo'ladi, ya'ni tangpongliq. İslamning nimadagi. Hozirgi shu xafalıqlar jamiyatimizdagi bu masalaga asosan shu vasatiyat yo'qolganlikdan insonni, ya'ni chekdan oshirib o'tish, sil qarash. İnsanın tabiati shunday bo'lishi kerak. Ya bir olsa bir ishga sal qaraydi ekanmiz. Ben o'zgardim deb uning chekdan oshirib o'tadi ekanmiz. Mana bu islom din asosan bu nimada shu o'tirhallik din deb buning islom dinining aloyligi deydigan vasatiyatni. Bo'lib hayotninki tartib bilan davomlash uchun cho'qim tangponlik bo'lmasa, bundan misol olganda mashinaninki ya bir qatnash vositalariningki to'rt tarafi, to'rtning chaqning yeri o'xshash tang bo'lmasa, g'oyaga masofaga yetib bo'lmaydi. Ya'ni binida bir tarafini sal qarash, ya bir tarafini oshirib o'tish, buning bilan hamma ish buziladi. Shunga ulamolar aytgankan, vasatiyat yo'l tutib mangan kishilar cho'qim bu g'alaba qila oladi. Amliyat tarixni qaraydigan bo'lsak, chekdan oshirib o'tganlarmi mag'lub bo'lgan, sal qarab kelganlarmi ham tugishib ketgan. Shunga bu lug'at ma'nosi, buning isloh ma'nosi nihoyat yaxshi bo'ldi. Şu hamda bu şu sizlar deganda
beşimiz Müslümanlığınki hazır beşimizdeki kelgen xapalıqlığınki Müslümanlığınki qalbi qılanmaslıqlığınki asaslık sebeplerden biri mi oşa? Ya aşuretimiz bir işte, haddeden aşuretimiz ya ki çıkışlarga sal qaraymiz. Şuna Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a emri kılıp fastaqim kema umirt. Aşu Allah seni buyurgan dek istikamet tuzman diye. Yani bu vesatiya degenimizin manisi şu an. İstikamet. Yani aşu Resulullah bizge gösterken, Kur'an-ı Kerim'de bizge sizip bergen yolda tuzman. Sol tarafki ya ki o tarafki kessek o çağda biz şu dinimimizni, yolumuzni ezip ketken bo'lamiz. Qarindoshlar islomdagi vasatiyatni, endi biz uni vasatiyatni hamda shu til lug'at ma'nosi uyg'urchadan o'tirahliq deb tarjima qildik ekanmiz. O'tirahliq bilan uning lug'atning to'liq haqqi ado bo'lmaydi meningcha. Yangi bir lug'at deb chiqarishimiz kerak. Ya'ni bu bek cho'ng narsa. Aslida bu o'tirahliq bek go'zal endi. Buni mush islomdagi ko'rsatgan o'tirahliqni tushungan har qanday odam qalbida islomga bo'lgan muhabbati ham boshqacha bir ashada endi. Bu din nima degan go'zal. Masalan, Yahudlarninki bo'lsa, bu dinga nurg'ulg'an ishlarda ehmol qaragan. Xristianlar bo'lsa, chekdan oshirib yetib, bo'la ozg'in bo'lib ketgan. Bizning vijdonimizda Qur'oni Karimda chekdan oshib ketsa, tatib ekilib tushirishimiz kerak. Tuvanda qilib qolsa kelib, shu haq ustida Qur'on va sunnatga uyg'un ekilishning o'zi vasatiyat endi. Insonning tabiati bir bo'lsa, sab ehmol qarab bir ishga sal qarab onun biparva qarab ziyan tatqan, abi olsa men haqni topdim deb, haqni tunudim deb, onun shariat ko'rsatgan chekni eshib ketib, oxir ziyan tatib olgan. Butun hayotimizda shu ish tangpungliq nima degan go'zal. Shuni Alloh taolo Qur'oni Karimda insonlarni shu yuqorida aytgandek to'g'ri yo'l adım qilgan ekan. Shunga bir hadis ism keldi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir sahabi kelib, "Ya Rasululloh, meni bir ishqa bu nurg'ulg'an shariatning amallarini angladim. Meni bir ishqa deb baslar. Men shuna qilsam jannatga chidigan yo'l" degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. "Qul amantu billah summastaqim." Amantu billah, Allohga iymon keltirgan ana degan shu mustahkam bo'lgan. Ya'ni tarafga chap tarafga tavrab ketmay, izib ketmay. Ba'zi qarindoshlarimizni ko'ramiz. Bir vaqtda qolsa, qilmagan eskiliklar qolmagan. An haqqa qaytdim deb hech kimni yaratmaydigan, hech qanday ulumoni yaratmaydigan. Ashunda o'zicha ching to'yilib, an oxirida-chi 4-5 yildan keyin qolsa, tugishib ketgan. Shunga xayrul umri awsatuha. Payg'ambar sallallohu qag'ini sizlar yana to'liqlasizlar bu vaqtda. Endi bizningki islom dinimiz, sizlarni yuqorida deb o'tdilar. İslam dinimiz zaten vasatiyat dini, o'tirhallik din. Nimishqa Allah Teala burundan tartib payg'ambarlarni avatib, bu din takomillashib, to'liqlanib kelgan oxirsida Muhammad alayhissalomga kelganda butun komil, mukammal bo'lib kelgandan keyin Alloh taolo bizga va ja'alnakum ummatan vasatan deb Muhammed Aleyhisselam ümmetine ummeten vasat yani o'ttirhal ummet. Yahudilarga o'xshash mesela peygamberlerge karşı ya Allah'a karşı her xil bo'lmag'ur fikrlarda bo'lmaydi. Hristiyanlarga o'xshash peygamberlerini iloh qilib oldigan derecede bo'lmaydi. Tövendim deymiz ona. Deydi. Endi bu vasat ummet bo'lgandan keyin endi bu ummet başqa hazır kelgan ummatlarning hammasidan afzal, hammasidan yaxshi ummat bo'lgan. Shunga Qur'oni Karimda kuntum xayra ummatin ukhrijat lin-nas. Sizlar eng yaxshi ummat bo'ldinglar va insonlarga chiqarilgan deganning ma'nosi bu yerda. O'zinglar shu vasatiyat, shu to'g'ri yo'lda istiqomat, haq yo'lda mangan eng yaxshi ummat bo'ldinglar va boshqalarga shu yaxshilikni olib keldigan, boshqalarni shu yaxshilikka boshlayotgan ummet bo'ldinglar deydi. Degan bo'ldi. Shuning uchun ham de biz bu yerdagi o'tirhallik degandan yuqorida deyilgandek ibodatni azroq qilish yoki harom bilan halol o'tirishlik kichkina yo'l chiqarish o'tirish emas. Bu o'tirhallik deganimizning maqsad islomning asli negizini. Shu haqiqatini Alloh taolo nim degan bo'lsa, Rasululloh bizga qanday ko'rsatgan bo'lsa, shuni anda o'ng so'lga
qarab etmezden Allah'ın emrini, Peygamberimizin sünnetini, bazı işini kılıp bazı işini taşlap koymazdan hemmege toluk. Yani ati kulli zi hakkın hak. Yani her bir nasiga özünün hakkını verip doğru meniştini. Meğer Resulullah deydi İyyakum vel gulluvu fid din. Dinde haddiden aşırı ötüşten saklananlar deydi. Nemişka fe innema ehleke men kana qablakum el gulluvu fid din. Burunki ümmetlerinin, burunki peygamberlerin ümmetlerinin halak oluşu sebep olan nesimi, şu dinde aşırı ötüş. Yani aşırı ötüş iki xil oldu. Ma çekidin aşırı ötüşün bolu da, sel karaşta aşırı ötüşün bolu da. Her işkiye tarafta aşırı ötüş, insanın halakatı yapar. Hem cemiyetim abi aytqandek misalını kuruvatımız. Şu İslam dininin hakkını toluk berip, yani bu vesatiyet mesela yuqori sen Allah bilan bandaning o'tirishdagi bo'lgan muomala, bandaninki farishtalar bilan bo'lgan muomalasi, anandan keyin mu'minning mu'minlar bilan bo'lgan muomalalarda, mu'minninki g'ayr musulmonlar bilan bo'lgan muomalalarda hamma yo'lining belgilimi bor shariatning. Shu belgilimini tutib mangsa, najotlik g'alabaga shu yo'lga erishar ekan inson. Endi o'zining havasi bilan bo'lgandan keyin ba'zida unga sil qarab ziyan tartqan, bazı çekini aşırı yutib ziyan tartqan. Şuna bizden oturhallıqnınki her tarafının bunun misalları namayanda bek köp. Şuna növbette şu oturhallıqның İslamdaki namayandiler üstüde. Üçüncü vasle. Yani oturhallıqnınki İslam dinimizde başta degende dinimiz zaten oturhallık dini. Yani bunu misal şekilde de namunelerini, namayandilerini versek bu oturhallık akidede, ibadette, ahlakta, kanun tüzümde, İslam'ınki insanın akliga hürmet kılışı da hem cihattin oturhallıkını köygül buludu. Akidede desek mesela akidede oturhallık dediğimiz Yahudiler mesela Allah Teala'nı insanlığa okşaş şekilde süperler. Hatta Allah Teala'nın Musa Aleyhisselam ile çelişip turtağı yenilip kalkan derken yapıyorlar. Şunun bu okşaş. Ondan keyin mesela nimege Musa Aleyhisselam'a Allah Teala'nı körsatmasan biz işenmeyimiz de hatta narallaha cehaleten açık aşkara Allah'ın köyünü işenmeyimiz de turu aldı. Hristiyanlık olsa Allah Teala'nın üçteydi. İsa Aleyhisselam'la Allah'ın oğlu deydi. Mesela Allah'ın oğlu var diyen. Bunlar hemisi haktın izip ketken. Birisi Allah'a boğan köz karıştı da en tüyen pas olarak çoğaldı. Birisi Allah'a boğan kılasının ziyarlarından Allah'ın üçlüğü bitip oldu de o azdı. Allah'ın rahmette bütün günahını kılsın Hudayım affı kıldı köçürdü kap onu kıldı. Biz hem de bunun oturusu da Allah Teala'nı, Allah Teala özü bizge Kur'an'da süpehlep bergen boyunca Allah Teala onda o insanğa ve başka iş nasip okşamaydı o. Allah Teala bolsa biz bir hiç kandak şirki yok, hiç kandak okşamaydı. Allah Teala'nın oğlu yok, şirki yok, okşu yok dep düşünümüz. Bu bolsam da bizimki hak şu anda Allah Teala'nın özününki zatıga, özünün sübetiga layık, özünün sübetleri bilen tonuş. O başka dindikilerge okşaş aşırı etmeyimiz. Bu akidedeki oturhallıkımız. Yine peygamberlerge işinizki kelsek Yahudiler peygamberlerine adetteki insanlığın mı töven sübetleydi. Her xil töhmetlerini tokuydu. Onun sırtıda cık peygamberlerine Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam peygamberlerini öldürüp etken. Hatta Kur'an'da Musa Aleyhisselam'ın ki şu Musa Aleyhisselam'a iman keltürgen şu Musa Aleyhisselam'a kançak edepsizlik kıkallıkı kandak kıkallıkı Kur'an'da nadice zikr kılınır dendi. Bir peygamberi şundan hürmetsizlik kıldı. Anda mao Hristiyanlığı gelsek ula özünki ittehazu ahbarahum ve ruhbanahum ilahan min dunillah mesela
Allah Taala'nın ki özünün peygamberlerine, peygamberlerin keyinki nimelerine ilah kılıyorlar. İlah okşaş kılıyorlar. Hatta İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyen okşaş. Biz bolsak peygamberlerini Allah Taala'nın ki bendelere, Allah Taala'nın en ulu zatla, her xil günah masiyetin, masum, pak, ondan keyin ola bize okşaş bende dep işinimizden. Allah Taala'nın bilen tang o derecede kötürüp etmeyimiz. Yahudilik okşaş tövbe düşürüp etmeyimiz. Öz hakkı koyuyoruz. Cemiyette şu bir kısım edemlimi bizim şu vesetiyetin roydun jirak qarandaşlar birini maqtısımı asmanga chiqib o'tadigan. Onu vazgeçken vaqtda yagi kun bitadigan. Shunda avval ashunga shu tangpunliq vesatiyet tushunchasi aziz bo'lgandan keyin birini ixlos qilib qolgan vaqtida qolsa asmonga chiqib o'tgan ko'tarib onunki ditiq yoqmaydigan bir ixlosdan tushib ketadigan yer kelib qolgan vaqtida uni butunlay azgalga ittirib o'tgan. Bu ibrat bu qissalardan biz ibrat olishimiz kerak. Yahudilar ayni o'zining payg'ambarlarini nihoyatda paspalda tushuntirib onu adetki bir insan haletiga kelib qo'ygan. Hristiyanlar bo'lsa hatto payg'ambar emas, adetki poplarga gunohni kechirishmak huquqini berib o'tgan. Bu nima degan chaqinaliq, bu islom nima degan go'zal din. Olimlarga o'zining olimlarning yo'li, martabasi, payg'ambarga payg'ambarning martabasi, Allohning o'rnida tunish. Her narsani musulmonning o'zining ko'rsatgan yo'li va haqlari va huquqlari va buni haq huquqlarini joy-joyida berib mangsak, inşallah insan acayip bir parlak kalbilerge erişereydi. Onun ki vesatiyanın ki inamdı ibadet ki kelsek mesela ibadette Allah Teala insanı küçük etmeydiğen ibadetke buyurgan emez. Allah Teala buyurgan ibadetler namaz olsun, zakat olsun, roza olsun hemisi bizimki iktidarımız, taqatımızınki yetadigan şekilde buyurgan. Onu bazılar onu özünü qiynab tamakni az yapacak, riyazat qilman, onu qilman deb mundaq qilib olish orqali o'zidan Allah Taala buyurmagan. Hatta terki dünya olab ibadat qilman deb dunyoni tashlab, dunyolik uchun ishlamay bunda kılıp aldım. Bir taraftan bazı Müslümanlarımız da ibadetke sal qaraydı. Namaz, rozalığını yaxşı ada kılmaydı. Bunun vasatiyeti hak. Allah Teala buyurgan ibadetlerini hemmini öz joyida ada kılış ve nimeni aşırı etmezlik yine kam kılmazlık. Allah Teala mesela nimdeydi cuma namazı da hatta cuma günlükte hem de namaz kılırken ya eyyuhallazine amanu izâ nudiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillah ve zarul beya. Sizler eğer cuma günü ezan okuğa vaxtıda şu elim setem hem şanını taşlap namazga cuma günü berenle deydi. Namaz tükendin gün فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. Namaz tükendin müşte oturalım demeydi, çıkıp ticaretinizni kılın, Allah Teala'nın fazl-ı kerimeden İslam kılın deydi. Bu her ben tirikçilik kıldım, ben işleyttim, balvaqamla kaptım da namazını terk etsek, ibadetlerimizi kılmasak hatalaşkan, günahkar olgan olmaz. Ben ibadet kılgan adam da dünyalık için işlemey küçük gündüz ibadet kılıp yetip alsak yine İslam ballarını hak taşlap koyup cemiyetke özünün ballarına özüne hepke karaydığı iyi olmaydıgan ayak uluk yolu mağdın dep bir qancha ballarını turmuşlarına qaramaydıgan bu ibadet hem İslamda yaxşı emas. Yani demek her işkildisininki hakkını veriş gerek. Yani tamponluk yine Allah Teala vebtagi fîmâ âtâkallâhu dâral âhire ve lâ tense nasibike mined dünya deydi. Allah'ın sana bergen nimetleri bilen ahiretini tile, ahiret üçün, ahiretin üçün işligin o zakat, her xil sadıqlarını biriş arqılıq ama dünyadan nasibini unutma.
Dünyada onu paydalanish, onu qilgin deydi. Yine nima deydi? "Va la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik va la tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura." Yani sen sadaqa berishdan de. Sadaqa bermay, hech kimga shim bermay, hech kimga manfaatni yetkazmay, qo'lingni bo'ylangga bog'lab olib, bunda qilmagan. Va endi men sadaqa berdim yoki işte yaxshilik yo'lga xarjladim deb boyoqona hammani nima qilyapman, beryapman. Chunki unda qilsang keyin nimada qolasan. Qiyinchilik qolasan deydi. Bu mushu o'ttir yo'l degan. Alloh taolo o nimada zakatmi? Qur'onda yerdan chiqqan o'sha zakatni berishda shundoq nachar endi. Sizlar agar sizlarga bersa shuni, ko'zingni yummay olmaydigan narsani bermanglar deydi. Rasululloh yana eng yuqori, eng oliy moldanmi zakat olmaymiz deydi. Yana bu nima desa, o hech kimga yaramaydigan, eng nacharni bersa zakat olgan odamga nima foydasi uning? O foydalanmaydi. Eng alasini bergan deb turasizlar, endi berguvchining qalbiga, ko'ngliga eg'ir keladi endi. Mana eng yuqori narsani evaldi deb. Onun uchun min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yani ailengizni bergan eng vasat, yani o'tir haldan bersa hem olgan odamga foydasi bo'ladi, hem berguvchiga eg'ir kelmaydi. Bu shaklda haq, yani to'g'ri yo'lda mangan bo'la olamiz. Hatta bizga duoni o'rgatib, Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana. Yani dunyodan yaxshilik bergin, oxiratdan yaxshilik bergin deb duo qilamiz Alloh taolo. Demakki bizda dunyoda ham yaxshi ish qilib, yaxshiligimiz bo'lish kerak. Muhtojmiz yaxshilikqa. Manfaatimiz bo'lishga, oxiratimiz uchun yaxshilik qilishimiz kerak. Şu nimada ibodatni chiqarib bilish masalasida mashhur hadis var. Rasulullah'ın uyga 3 odam kelib, ayollardan Rasululloh endi ma'u farz ibodatni mishti ko'rdi endi. Uyda qanday ibodat qildiki Rasululloh payg'ambarimiz deb kelib so'rgan vaqtida ayollari Rasulullah'ın ibodatlarini deb bergandan keyin ular o'ylab tuzuk ibodat qilmayotgan uyda. Azken o ibadet deyishib, ondan keyin Rasululloh hamda bütün gunohdan ma'sum, gunoh afv qilingan bo'lgandan jiq ibodatga hojati yo'q. Shuni oz qildi. Biz endi jiq qilishimiz kerak. Biz o payg'ambarimizdek andaq nima bo'lmagandan keyin deb birisi men umr bo'yicha xotlanmayman. Shundoq o'taman dedi. Yana birisi men shu umr bo'yicha ro'za tutaman deydi. Yana birisi men hech uxlamay namoz o'qiyman. Ömrümde uxlamayman deydi. Deb ashunday degandan keyin Rasululloh kelib o gaplarni anglab, masjidga berib ularga shunday deyishibsizlar. Rasululloh kayib ketgan degan narsalar-ku. Gapning men shu vasatiyatni hal qilgan endi ular. Sizlarga Allohdan eng qo'rqadiganliginglar mana. Unda turug'liq men o'ylanaman. Ondan keyin kechasi ham uxlayman, ham ibodatni qilaman, qo'lbab namoz o'qiyman. Ro'zani tutaman, ro'za tutmagan kunlarim bo'ladi degan. Ammo shu mana haq yo'lmish endi. Bizningki vasatiya deganimizdan maqsadimizmi? Shu ko'rsatgan bo'yicha haq maqsad aşır etmesek, kem koymasak şu durust. Yani bir şu bunda şeriat olmasımı insan takat keltiremeydi. Şuna dinde bir sonra çıngıt olmanlar, çıngıt olup kaldı kendisiyle, o çıngıt olan adam çokum o halak bulur degen ameliyette bezeler çıngıtıp 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl çideyalaydıkken ahırda insan boğandayken bütün suluşup o sapla uzun sepirdiğen ahvallar körünülük. Benim hayatımda nur olan karandaşlarımla körülük. Bazı meselede bir vaxtda Orta Asya'ya basam bir kısım karandaşlar haqqı qaytdıq deb işler qilib tahajjudni boshlab xursand bo'ldim. Ana aqsidan nurg'ulg'an nafl ibodatini o'ziga o'zib qilibdi. Hatto bo'lalqi shimlarni hammasi qahpacha qildi, kesib kiyib, shunday qilib o'qibdi. Xursand bo'ldim. Men ansirdimda bu narsani davomlashtirish masalasi bor endi. Amalning Allohga eng yaxshi qilg'ichi az bo'lsa-mu davom qilg'ichi.
Yani bir şundan keyin yani ötüş to'g'ri keldi. Basam shunda chingitib olgan qarindoshlar qalsam shu yani qaytadan tamakini quliq olib Xudoyim saqlasin endi. Shu yani eski yo'lga ketib qolgan. Bu ahvollar jiqin shunda. Eski yo'lda menib en haq yo'lga qaytdim deb en qaytgan kuni shu qaytgan vaqtida yoki 5-6 oy ya bir yil naching tutib qilib en oxirida açığın tutqan vaqtda yaxshi yo'l qaytib degan vaqtda qalsak bu balaning og'ziga ulumolni har ulumolni haqorat qilib atgan u ibodat qilmaydi taqvo emas deb shunda qarlab atgan ma'lum vaqtdan keyin qalsa o'zi yana shunda azg'in yo'llar ketib qolgan. Shunga payg'ambar alayhisolatu vasallam bu islom din hikmat har bir so'z mushuna taqat keltirolmaysizlar. Shunga Allohning rasuli ko'rsatgan yo'lni qabul qilsak bizga yetarli bu. Bir yer kelganda chingit o'lib, bir yer kelganda uxlab o'lib qolmay, hamma yerda ko'rsatgan belgilim bo'yicha mangsak, dunyoligimizda yaxshilik, oxiratda yaxshiligimizga erishimiz endi. Endi axloq masalan. Axloqga o'tirganlik. To'g'rilikka o'tirganlikka kelsak, bunda ikki xil odam bor, buni islom qabul qilmaydi. Birinchisi ibodatni necha qilgan? Sakallarını meydaskiçe koyup altkan, kolda tesbih düşmeytkan, meşten çıkmaytkan abid adamlar. Ama bunu ahlakını açar. Ahlaksız kişilerge yaxşı yaman muamele kılıdı. Ondan keyin kişinin hakkını işten korkmaydı. Yalgan gap kılıştan korkmaydı. Muşundak adamlar var. Yeni bir xil var hem de mening niyetim duros. Dap namaz o'qimayotgan. Ko'nglim yaxshilab qo'yapti shu yo'lda. Men işte kishining haqqini yemayman. Deb kishining to'g'ri kishining haqqini yemaydi. Axloqi yaxshi, kishilarga muomalasi yaxshi, yaxshi muomala qildi. Ammo ibodatni qilmaydi. Ikkilasi xatolikda, bu ikkilisini islomda bu qabul qilinmaydigan kishilar. Onun için hem de asli ibadetin neticesi güzel ahlak oluş gerek. Şu an Allah Teala Kur'an'da inna salate tenha anil fahşai vel münker deydi. Namaz fahşadan, fahişe, yaman işlerden ve münker işlerden tosur deydi. Eğer hem de namaz bizne şu işten tosanmasa o çağda biz namazımızda mesele var diyen. Layıkıda okuyamadığımız diyen geldi. Şunun okşaş başka ahvallarda mı biz hem ahlakımızda hem işte oturhal normal buluş gerek. Peygamberimiz akli vesatiyet hakkında. Sayısıyla Peygamberimizle dostluk, bek dostluk etmizken diyen gapni qildilar. Onun hakkında Resulullah'ın bir hadisi var. Birisini yaxshi ko'rgan chog'ingda hadisni oshirib etma. O seninki düşmanlar qilishi mumkin. Birisiga dushman bo'lib o'ch ko'rgan chog'ingda haqdan oshirib etma, bir kun do'stlar qilishi mumkin-da. Onu da o'tir hal bo'lish kerak ekan. Birisini o'ch ko'rsak yoki yomon ko'rsak endi aqlga endi bu naytebek muhim hassas masala. Aqlni kelgan vaqtida ham İslam'da insanın aklını şunda qadrlaydi, hürmetlaydi. İslam'nınki aklı yok adam İslam'a mükellef olmaydı. Muş Kur'an'ga nurgulluğun ayetleri la'allakum taqilun. Afala yaqilun. Liulul albab. Diyen ayetler Diyen de gerek. Hem de bunu da mı otur hal oluş gerek. Ama felsefeler mesela. Bu kalam mütekellim alimlerden mu'tezileler. Bu aklını bek şu nima qilib, aqli qabul qilganlar ishini qilgan, aqli qabul qilmagan hatto mu'tezilelar şu Qur'onning oyatlarini aqlni asos qilib turib, jiq oyatlarni aqlimizga uyg'un kelmaydi deb o'zi xohlagancha ta'vil qilamiz deb boshqa ma'nolarni chiqartgan yoki ketilgan. Felsefedimi, felseflimi aklı bilen oylap hatta Allah Teala'nın zatı da bu metafizik dediğimiz hamda ruhi alem ahiretki ta'alluq muşundak insanın aklının dairesiga kirmaydigan masalanimi şu aklın bilan qilmandab ancaq işte ezib ketib xato hukmlarni chiqargan. Yani yeni bir tarafta dini qarindoshlarimiz bu aqlning rolini faqat sıfırlayadi, nol. O hadisni
Qur'onning oyatlarini o'qigan chog'da bir o'ylab beqish, mana bu nima da'vatidi deyishgimi aqlni ishlatib bo'lmaydi. Xristianlarımız da endəki buyurğanğa kallağını çükürüp qığın, aqlınğa bağmığın degen. Ama İslamda aqlının ornuna ki normal onunla. İslamda biz hadislarni tushunishda, oyatlarni tushunishda aqlimizni ish qilamiz. Aqlimiz bilan har bir buyurgan chiqdigan ishning hikmatlari va sirlari va uni tirishimiz kerak. Bilishga tirishimiz. Shunda da'vat ishlaridimi, kishilarni islomga chaqirishdimi? Shuni shu haqini qachib o'tmasdan yoki nimada Şoň Rasulullah yassiru ve la tuassiru, bashiru ve la tunaffiru degan. Yani bu din asan bo'lgandan keyin buni zo'rlashtirib, qiyinlashtirib kishilarni qachib o'tmay, buni shu asani bo'yicha xush xabar berish orqali chaqiradi. Bu shu buni aqldagi islomga qilgan hurmatdan, islomdagi aql qilgan hurmat. Növanda şu bizim de oturhallıqның gayları. İşte biraz düşünce bəslən oturhallıqna biz nima üçün bu biz oturhallıqna təşəbbüs qıldıq bu vaxtı. Oturhallıqның gayları nima? Hamda yuqorida dedik. Dinimiz bizning islom dinimiz oturhallıq dini, haq din. Biz shu haq yo'lda mansaq, to'g'ri yo'lda mangamiz. Ama biroq bu haqni shu biz musulmonlarda bu haqning egalari bo'lganlar o'zimiz shunday ifrat tafrit qilib yurib, jiq yo'lda xatoliklarni o'tkazib qilib qoldik. Shuning uchun ham bizningki oturhalliqni tashabbus qilishimiz, bunga chaqirishimiz şu birinci gayemiz hamda islomningki aslini, shu haq bo'lgan narsani, Kitabullah Allah Teala'nın kitabıda, Resulullah'ın sünnetinde qanday kelgan bo'lsa, şunu halis şekilde oturup qo'yish ve şu bo'yicha menish. Ona o tarafga oturup nima qilatmaslik. Bu birinci asas g'oya. İkincisi hamda islom dini zaten asallık din. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra deydi Kur'an'da. Allah Teala sizlarga asallıqni xalaydi, o taslikni, qiyinchilikni xalamaydi. Şuna bizga masalan bir kunda 5 vaqt namoz, bir yilda bir ay roza, zakat, bu ibodatlarni qilgan chog'imiz shunday oson hamda. O agar inson ig'ir kelib qolgan emas. Bu asallıqni saqlash. Şu Rasulullah buyurgan debdi, "İnned dine yusrun." Din asallık dini. Ve la yushadda dine ahadun illa galabahu. Kim bu dinni aşı çıngıtıp alsa, özünün asallıqını ben bek çıngı tutatdım dep çıngıtıp alsa, sayısıl degендek o din onu yengilatidir. Yengilatidir. Mağlup boludu. Yerip kaladı. Ahiriste herip kaladı. Kılanmay, ondan ki. Üçüncü asaslık gaye hamdi bu teşebbüs kılıştım. İnsanlığa bu asallık dini olgandiken insanlar ham da bedeniga olsun, malga olsun her türlü bir qiyinchilik hasıl otgan yerde o qiyinchilikni haraj deymiz buni. Onu ko'tirish. Yani ad-dururat tubihul mahzurat. Bunun vasat yolu var. Oturhal onu yine Allah Teala'nın ruhsatları var bizga bergan. Rasululloh ko'rsatgan ruhsat var. Bu ruhsatlarni qilish kerak. Yo'q, men masalan safarda roza tutish farz emas endi. Asalliq olsun deb buyurgan. Yo'q, men roza tutatdim. Deb tutdi, yaxshi hamda. Agar jiq bir qiyinchilikka uchrab yo'lda qiyinchilikka uchrasang, bu sening tutqaning savob bo'lmaydi. Özanı şeriat ruhsat berganda ekan qabul qilish kerak. Masalan, kasallab qolgan odam doktorxonaga berib davolanish kerak. Ama ba'zi bir sarangli var. Allah menga bu taqdir qildi, bu kasalni. Bu kasalga rozi bo'lishim kerak, nima ishga davolanaman deb. Bu durust emas. Allah Teala kasalni yaratgan, davoni ham yaratgan. Onu ham davolimiz bu qiyinchiliklar, yani insonga bashar ketgan qiyinchiliklarda islom bizga asallık yollarını, ruhsatlarını gösterip bergen.
Bunu mu aşur etmezden öz layıkıda kullanışımız gerek. Hem de kısıkça şu narsalar bizne şu teşebbüs kılışın şunu maksat kılmız. Bu oturhallık hakikaten İslam dinindeki alaylıklarının biri bu handa. Bu hiç qanday bir dinde yok. Oturhallık yukarıda söylep ötüldü. Tangpungluk. Yani hayatımızda hamma tarafına qanday bir yuqori deyilgandek biz bir mashinamizninki hamma tarafiga to'rt chaqaga, ruluga, meyiga hamma tarafiga o'xshash ko'ngil bilib turmasak, o bir tarafini debla yana bir tarafini unutib qolsak, bizni yo'lda qo'ydi. Shunga o'xshash bu islomninki hamma tarafini shariat ko'rsatgan bo'yicha ado qilib maqsaq, inshaalloh bu hammamizga yaxshi bo'lsa. Hürmetli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Qimmatli vaqtingizni berganingizga rahmat. Bu programmamizni suratga elish, turib qo'yish ishini qilayotgan qarindoshimiz Odiljonga ham minnatdorligimizni bildiramiz. Har biringlardan qaytib turish umidi bilan bu yerda xo'shlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.